Ukalarimiz diqqatiga assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, kanalimizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillarimiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Alijon akamizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Obunachilar bu yerda sonlari o'ziga yarasha, lekin qulay variantlardan sizlar uchun hozirlab qo'yibdilar. Bugungi hafta kunlarimiz 2026-yil 6-yarmi sanasida turibmiz. Haftaning seshanba kuni avvalo xabar kuni xayrli bo'lsin. Obunachilar videoni oxirigacha kuzatib, bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qolishlarini tilab qolamiz. Obunachilar bo'lmasa Alijon aka bilan ma'lumotlarni olamiz, chiroyli narxlarda qilib, xudo xolasa uylaringga yetkazib olib borib beradilar. Alijon aka qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamoliddin, kelyapsizmi? Charchamang. Tuzumisiz? Hop, obunachilar barchalaringga hop yangi yillar o'tkazib, hammalaring sog' salomat. Inshaalloh mana yana mollar yetib keldi yangi partiyamiz Kamoliddin. Yana yangi partiyamiz. Hop, narx o'ta qulay, o'ta yengil. Bitta savol bor. Yangi yilga mol bilan o'tdingizmi, molsiz o'tdingizmi? Hop, yangi yilga molsiz o'tdik. Molsiz o'tdingiz, bular yangi. Yangi partiya yangi yilda, xudo xolasa mana. Gap yo'q. Mollarni ko'ryapsiz mana, hammasi sigir bob, boshqa hammasi tayyor. Hop, keyin yana bitta narsa, Kamoliddin yaxshi ishga qo'l uribsiz. Hadi, ishingizni omadini bersin, rivojini bersin, hadi uka. Ash ishga yaxshi qo'l uribsiz, mana ehson haligi naqasini yurtibsiz-da bunisini mana. Hop, yaxshi ishga qo'l uribsiz. Hop, obunachilar. Hop, bu narsaga misol o'zingiz yetib ketachingiz shart emas. Obunachilar. Bittadan like ham eksin. Bittadan like bosib qo'ysin, shu ham o'zi katta narsa Kamoliddin. Albatta. Qancha ham katta narsa. Kimnidir mana shu muhtoj insonni olishiga sababchi bo'lib qolasiz. Bittadan like bosib qo'yishsa ham bo'ldi. Xunojilar durini olib kelibsiz-a? Ha. Hop, xunojilarni mana bir qator ko'rsataylik Kamoliddin. Hop, metrlab qo'yaylikmi bir? Ha, yo'q, metrlab. Realni bo'lsin, aka. Metrlab qo'yaylik. Mana. Hop. Birinchisi Kamoliddin. Hop, biri 10 dan baland mol. Biri mana hurmatli kuzatuvchilar, mana biri 10 pastda turibdi. Biri 10 pastda turibdi, biri 10 dan baland, biri 10 ga olishsin buni. Hop, mana bitta, ha deng mana. Mana chiroyli qilib mana bitta ko'rsataylik mollarimizni Kamoliddin. Mana varaqlab ko'rsataveramiz. Mana ikkinchisi mana. Mana qarang. Mollar bir ariq ya bir boshqa emas. Mana. Mana busini qarang mana. Allohni qarang turishini. Kamoliddin mana bu to'rinchisi mana. Mana. Mana bu shvet qarang turishini. Yeniga bir qator e'tibor beraverasizlar. Xo'p. Bu ham o'sha baland. Biri 10 dan baland. Mana eston mana. Mana chiroyli narsa mana. Hop qarang. Seni. Mana qarichingiz bashiga yetmaydi Kamoliddin. Bu ko'rpachada yotmaydimi? Mana hop qarang. Gap yo'q. Tozaligiga aytyapsizmi? Yo'q, o'zini ozoda tutar ekan bu mol, shenali. O'zini haligi ozoda mol bo'ladi-yu, shunaqa tutar ekan. Hop, eng kichik narsa, Kamoliddin 6 oylikning ichida, hadi. Hop, biri 8 sm. Biri 8 sm. Hadi, biri 8 sm. Eng kichik narsa 6 oylikning ichida. Mana. Endi mana shu 6 tani bir qator ko'rsatib qo'ying, keyin narxini aytaman. Eng kichigi hurmatli obunachilar mana bu. Biri 8 sm. Bundan bu yog'i yuqori. Biri 10 ham chiqadi mana ular. Ha, biri 10, o chekkadagi biri 14. Hop. Kamoliddin endi buni hading uka. Ha, shu eng kichiklar narxida qo'yamiz-da endi. Maqsad sotishmi? Hading, maqsad sotish, hading. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 6 sotini bir joyga olsa 11 million 500 ming so'mdan beraman uka. 11 million 500 ming so'mdan hading. Hop, mol bilan molning farqi bor, hading. Biri 15 lik mol ham bor. 10 million so'mga beryapti. 1 metrlik mol ham bor. 11 million so'mga beryapti. Hammasini o'zini o'rni bor Kamoliddin. Hop, albatta yaxshi narsa doim pul bo'lib kelayotgan. Mana buni lekin ana shu 8 narxida berasiz. Bo'ldi mana 11,5 dan berilsin Kamoliddin bir joyga ketdi uka. 10,5 dan ham to'g'ri? Yo'q, Kamoliddin. Maqsad sotishmi? Yo'q, Kamoliddin ichi bo'lmasa 11 dan so'rang uka. 11 dan ham bera olmayman bularni. Aka mana 6 soat bir yerga bo'lyapti. Yo'q, 6 soat bir joyga siz tushunib turibsiz. Tanlab olishga qancha plyus-minusi bor? Hop, tanlab olishga 200 ming so'm. 200 ming so'm plyus-minus bor. Hammasini qo'yug'i, suyug'i qilib turib 10,5 dan ketdimi? Yo'q, Kamoliddin aytyapman 11 million so'mdan ham bera olmayman bu mollarni, hading. Qo'lni bering. 17 danga ketdim. Yo'q, Mayda chidab Kamoliddin, o'tirdim. Bugun bozorda ham qo'ydim. Bozordan quloq soling, hading. Hop, bozorda ham ko'rdingiz. Bozorda bermaydi mana shu mollar 11 million so'mga. O'shancha tortib bozordan arzon bo'lsin. Bozordan arzon bo'lsin-u, lekin uni past so'ramang Kamoliddin. O'zimga ham bermagan uka pullarga. Lekin past so'ramang, bermagan Kamoliddin. Bering. Yo'q, 11 ga qo'shishadi beraman. Mana labiz Kamoliddin, hading. Mana shu 6 tasini bir joyga olsin, 11 million ustiga yurgan odamga sotaman molni 6 tasini. Bir joyga bo'lsa lekin.
Tellab olishga ham, boshqaga ham bo'pti. Mayda chidab o'tiramiz. 11 dan ketdimi? Kamolni yurib berishadi-ku hozir. Yo'q, ketdimi? Yo'q, Mayda chidab ozginadan o'tirib, 11 video dan cho'zilib yurib berishni ketmasin. beraman Kamoldan. Elaka, barakasi ichida bo'ladi. Kam xora hamisha xora. Oltitasi bir joyga bo'ldi, beraman 11 million so'mdan handing. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraman, qolgan joyga kelishilgan holatda beraman. Nuqta arqon bonus. Lekin vodiydan tashqariga aytib qo'y, vodiydan tashqariga obunachilarimiz odam ajratyapti deyishmasin. Vodiydan tashqariga kelishilgan holatda beraman. Vodiy ichi bo'lsa 11 million so'mdan beraman. Dastlabkasi ichida. Oqtaqlam telefon qilishyapsizmi? Yo'q, men oldindan aytyapman, obunachilar uzr deb so'rayapman, ha. Mol qoplamaydi 11 million so'mdan bersam dastlabkasi ichida hading. Hop. Toshkentdan u tarafiga bersam qoplamaydi. Shuning uchun ochiq o'yin aytyapman. Toshkentdan u tarafiga kelishilgan holatda Toshkentdan bu tarafiga 11 million so'mdan mana javob beriladi. Hurmatli kuzatuvchilar, elakanda fikrlarni bo'ldi, tushunganda bo'ldim. Kam xora hamisha xoradigan she'rlari bor, o'zlarini ham menga ham aytib turadilar. Ozgina qo'yinglar, sotadilar. Maqsad sotish, albatta ozgina tirikchilikka qolish. Mana mollarni 11 million so'mdan hop u yoqqa albatta menimcha foyda qilmasa kerak. O'shaning uchun elakam to'g'rima-to'g'ri hurmatli kuzatuvchilar tushuntirib o'tyaptilar. Telefon qilasizlar, ishlaring bitadi. Kelishilgan holda yo'l kira yarmi sizdan, yarmi u yoqdan bo'laveradi. Kelishilgan holatda jo'natamiz. O'zbekiston bo'ylab. Yetkazib olib borib beramiz. Unakda o'ylab, viloyat bo'ylab qilib beraman. Qilib beraman. Просто kelishilgan holatda Toshkentdan u tarafiga. Toshkentdan bu tarafi, Toshkentgacha telefon qilsa 11 million so'mdan mana shu 6 tasini yetkazib olib borib beraman. Yo'q. Keyingilarni ko'rsatak. Hurmatli kuzatuvchilar, 11 million so'mdan mana bozorda ko'rdilaring chiroyli narx bo'ldi. Hop, Kamoldan 3 ta deng, bitta shvet bor o'rtada. Bitta shvet o'rtada. Hop, ikkita chekkada gibrid. Ikkita chekkada gibrid molimiz bor. Hop, mana mononsi zavodskiy to'qol gibrid. To'qol, shoqi yo'q. Hop, bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1.9 santimetrda. 1.9. Ha, 1.9 buniki. Mana bittasiniki mana ko'rdingizmi mana? O'zaro ko'ni yorug' varianti. To'qol varianti mana, oyoq qo'li uzun, mol kelishgan narsa. Hop, mana bu shvet mana. Mana o'rtada bitta shvet bor dedimi mana? Mana bitta shvet. Mana simitalga gibrid mana. Oq klik, oq quloq mana shu tumshuqlari ham oq, hamma yo'q. Tuyog'i ham oq ekan mana. Hurmatli Tuyog'i ham oq kuzatuvchilar. mana. Tuyoqlari ham oq ekan. Ko'ring. Hop, ikkita gibrid, bitta ana undan bor. Shvet. Shvet. Hop, 1.9 mana bu ham. Ko'rdingizmi? Boshlangan bir qator 1.9. Ko'rsating, hamma yertini ko'rsating yog'iga. Zaracha bu bo'lsa hading. Bir haftaga yeb, ichishi, boshqasi men uchun, menga mol. Bir haftagacha hading. Hop, obunachilaringizga yetib borgandan kundan keyin bir haftagacha sinov olishga haqlari bor. Yemoq, ichmoqiga biz kafolat beramiz. Hop, Kamoldan endi buni hading, molimizni ming maqtaganimiz mana buni narxidagi. Hop, albatta. Narxi o'zini o'zi maqtasin chiqani. Uchovini hading, bir joyga bo'ladigan 11 million so'mdan beraman. Uchovini bir joyga 11 million so'mdan ketdi. O'zi olasizmi? Olamiz, lekin kelishtirib so'rang Kamoldan. Unaqa haligi Yangi yildan oldingi narxlar qolmadi Kamoldan. Molni to'g'risida, hali sabab obunachilarimiz ham to'g'ri tushunishadi. Sabab tirikchilik. 100 so'm, 200 so'm qolsa beramiz molni. Kelishtirib so'rang beraman mana. Bo'ldi, hop. 500 ming o'tib berasiz. 500 mingdan 1,5 million bo'ladi. Yo'q, 500 ming o'tib beray uchovidan Kamoldan. 500 mingdan deb bermang. 500 mingdan mana 500, 1 million, 1,5 million. Uchtasiga o'tib berasiz. O'shanda 10,5 milliondan bo'ladimi? Unda Kamoldan 10,5 milliondan bo'lib qoladi-ku. 10,5 milliondan bo'ladi. Kam xora hamisha o'ra. O'zingizni gapingiz. Hop, Kamolni qo'lda bering hading. 10,5 ustiga yurishadi beraman. 10,5 dan. Hali, ey, oxirgi gapda aytganim yo'q. 10,5 dan siz bo'pti devringda. Kamoldan bo'ldi. Yana bitta gap bo'lyapti bu yerda. Uchovi bir joyga 10,5 million so'mdan 10,5 million so'mdan ketdi. Barakasini bersin. Endi elaka menga qarang. Barakasini bersin. Hop. 6 ta 7 ta buqon bor edi, endi sotdim Yangi yilda. Yemlab turib sotdim. O'rniga mana shunaqa bir 9 ta 10 ta xunachi olaman degan obunachilarimiz chiqib bo'lyapti. Endi buni qarang. 1, mana ikkinchisi. Mana bu ola 3, 4. Mana 5-inchisi. 6-inchisi. Mana shvet 7, 8. Buni ham sotilgisi kelyapti. 9, mana 10 bo'lyapti. Ha. 10 tasini. Bir joyga qani aytingchi. Kamoldan juda bir noqulay vaziyatga solib qo'ydingiz-ku odamlar. Men hisob kitob qilmagansiz. Yo'q. O'ta bir noqulay vaziyatga solib qo'ydingiz-da. Qo'lni bering. Mana hammasini bir joyga 10,5 milliondan qo'yib ana shu narxida qilib berasiz.
Nechta? 10,5 million. To'qqiztasini deyapsiz. 9ta. Men Qancha- ona bittani qo'shib beribman, 9ta. Uni sotmaymiz. Qanchadan deyapsiz? 10,5 milliondan. Yo, Kamoliddin kelishtirib so'rang uka. Ketdimi? Yo, Bering. kelishtirib so'rang. Aka, bu yerda bitta yarimta bo'lgan yo'q, 9ta molingiz bo'lyapti. Kamoliddin qo'lni bering hading, bitta gap. Hop, 11 million so'm yo'q narsa hading. Mana uni 11 milliondan emas hading. Bo'ldi, gapsiz yo'q. 10,5 dan lekin hisobi chiqmaydi hading. 9 os 1 jega deganingizga mana uni 10 million 700 ming so'mdan berishadi 1 jega Ya beraman. o'zi olasizmi? Olaman. Olsangiz 10,5 dan bering, ketdi. Kamoliddin, Boshqa unda sig'maydi. Chiqmay qoladi uka. Ey, chiqadi. Aka 9 os bir yerga bo'lyapti. Xudo xolasa. Bo'ldi, 9 tasini 1 jega olsa hading. Vodiy Ha. bo'ylab dastlabkasi 10,5 million so'mdan bor Yo'q. ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, og'ilimni to'ldirib o'ylashimga degan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Albatta, elakam kutdingizni kutmadingizmi mana 9 tasini so'rashimda? Men Kutmadingiz, a? Kutmadim men. Hozir siz qanaqa so'radingiz? Kamoliddin bundayda, hading. Videoni mana shuncha qo'yyapmiz, siz bilan mehmon bo'lib qolmadi, hading kanalingizda. Bundan oldingi videomizda mana eslasangiz 3 ta bolni qo'ygandik, Ha. ha? Xato aytib qo'ygandik, lekin mayli. Lovizdan ketgandingiz. Oldi lavizdan ketgandik. Hozir men men to'g'ri kutmadim. Bu 9 tasini bir joyda so'rashingizga. Mayli barakasini bersin, ozginadan foyda qiladi. Men roziman. 10,5 million so'mdan bo'ldi. Labiz beraman Yo'q, bor yo'q. baraka. Lekin 9 tasini bir joyga olgan odamga ikkita 3 tasini Ey. olsa, yo'q. Bu yerda ishonavering, aka 9 tasi 20 ta olaman degan odamlar ham chiqib qolishi mumkin. Bo'ldi hisob, bo'ldi. Telefon qilsa ish bitadi. Ha. Xolosi bor. Telefon qilsa Mana ish bularni bitadi. bo'yni o'lchak. Hop, endi mana bu yerda mana 2 dona shivetimiz bor mana. Mana, ayiq bo'lgan. Qarangsiz. Nima oldi mana? Mana o'sini ko'rib qo'yilgan oldilar. Ha? Buni 5. 1.5 sm. Biri 5 cm. Hop. Bunisi biri 3 cm. 1 metr deylik. 1 plus. Biri 5. Ha. Endi mana kattani mana kichkina narxida qo'yib berasiz. Hop. Ayting. Kamoliddin buni ha deng. Hop. Ikkovi bir jega bo'ladigan bo'lsa ha deng. 9,5 million so'm. Ikkovi bir jega bo'ladigan bo'lsa 9,5 million so'm. Agar mana uni o'zini olaman deysa, mana oqbash Shvedda. Hop. O'zini olaman deysa 10 million so'm berishadi. 500 ming plus, 500 ming minus, 500 ming plus. Ha, 500 ming minus, 500 ming plus bor. Ikkovi bir jeda bo'lsa 9,5 dan olsin bo'ldi. Tekis 9dan ga ketaversin. Mana bir joyga Yo'q, ikkovi yo'q. ajratmaylik o'zi. Yo'q. Yonma yon turib ancha qadrdan bo'lib qolibdi. Unadi menga. 9dan ga ketdi. Yo'q, Kamoliddin bunday aytadi. Quloq sol. Bo'ldi, bitta gap, ha deng. Ha. Mana uni narxida beraman, ikkovi bir joyda bo'lsa 9,5 dan beraman, kichkina narxida beraman. Lekin uni o'zini olsa 200 ming plusi bor. Aka. Yo'q, ikkovi bir joyga bo'lsa, ha deng, 9,5 dan beraman. Lekin uni o'zi bo'lsa 200 ming plusi bor. 18,5 ga ketdimi? Bo'pti. Medechida o'tirib. Ya bor baraka ya. Yukini oladigan bo'lsangiz, hurmatli obunachilar, 18,5 million so'mga juda ham chiroyli narx bo'ldi. Hop. Endi 1 metr. Mana uni bu qoriniga alohida e'tibor Ha, beringlar. 1 metr. Qanaqa mana chiroyli Murojaat. turibdi. Murojaat 1 metr. Mhm. Hop, mana o'zi qani? Bunisi olaparuvdasidan, qani olaparuvda. Hop, 98. Rossiyskiy emas bu? Yo'q, rossiyskiy emas, lekin yaxshi narsa mana. Yaxshi narsa lekin, qarang. Hop, hali shoxlari mana ko'rib olishinglar. Endi qimirlab chiqib kelyapti mana. Ha, qibiladi-ku. Mana. Endi chiqib kelyapti mana. Shoxlari. Hop. Kamoliddin bunday ish qilamiz, hadeng. Endi buni o'vasga buncha olaylikchi. Mana. Mana bitta. Ha, bu xulosa. Dardingni qo'ymaymizmi? Yo'q, ikkitasini o'vasda Ha. o'lchab olaylik demoqchiman. Hop. Biri 4 cm ekan. Hop. Keyin qo'yamiz buni. Hop. Mana xunajinda, hadeng. Mhm. Hop, 98 ga 1 metr. Hop, ikkalasi bir joyda bo'ladigan bo'lsa, hadeng, ikkalasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 8,5 million so'mdan berishadi. Hop, olib borib dastlabkasi yeb ichishi bo'yinda bizni. Ha, 16 dan ga ketaver ekan, qo'limiz ushlamayman. Tur, sovuq ham, sovuq ham o'tib ketdi. Yo'q, 16 danga to'g'ri kelmaydi. 16 dan ga. Keyin bering. Yo'q, 16 ga bo'lmaydi. Ber qo'lingizni ushlayman. Unda ushlamaydi, 16 ga bering. Yo'q, 16 ga bo'lmaydi Kamoliddin. 16 ga aslida bo'lmaydi bu. Hadeng. Ha. Hop. 100 ming nasiya beraman. Hop, 79 dan beraman. Ha, 84 dan beraman. 82 dan bo'pti, ketdimi? 82 dan. Ha. Hop, Yana ikkalasi bir joyga hayfsinati bo'lsa bor. 82 dan bor ekan.
Hop, endi mana bu yerda Kamoldan hadi. Mana shu 1.4 chiqdi, Novoschani. Hadi. Bitta Novos, bitta Hunajin qilib olaman deysa, men shuni aytmoqchi edim sizga, hadi. Yo'q. Mana shuni 8 million so'mga beraman. Mhm. Mana shuni 11 million so'mga beraman. 19 bo'lyapti. Ha. 19 million so'mga bitta Novos, bitta Hunajin olishadi. Shuni aytmoqchi. 18 dan ketaveradimi? Yo'q, 18 ga bo'lmaydi. Bitta ul bitta qisqib boqaman degan obunachilar. Shuncha obunachilarimizga aytyapman, mana bitta Novos, bitta Hunajin juplab olsa, hadi. Hop. 8 millionga 11 million so'm bo'lsa beriladi. Ko'p cho'zmaylik videoda, elaka. Qancha deyapsiz? 1 million so'rayapti ikkoviga. Qancha bo'ladi bunda? 19 bo'ladimi? 18 ga. Yo'q, 18 emas u. Hop, 18,5 berishadi beraman, bo'ldi. 18,5 ga savdosi bormi? Mayda chita o'tirmaymiz. Savdosi bor 18,5 ga. Bo'ldi, 18,5 ga hurmatli kuzatuvchilar. Savdosi bor. Endi mana bisi 1.8. Novoscha bu ham. 1.8 sm hadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 13 million berishadi. Olib borib dastlabkasi ichida xayri bor, hamma narsasi bor. 13 million. Bo'yi necha dedingiz? 1.8 sm bu. 1.8. Mana bu 500 ming o'tib berasiz. 12,5 millionga ketaveradi. 13 million. 12,5 hammasidan hop. 12,5 millionga bermayman, hadi. Quloqsan, gapni eshiting, hadi. 12,5 million emas, 12,5 million ustiga yurgan odamga mana yo'q, 12,5 ga bering. Elaka. Bor aka. Video o'zi bo'ladi qani bu bo'ldi, cho'zilib ketdi. Hop, hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan videoni yakunlaymiz. Videoda davomida xato va kamchilik qilgan bo'lsak, oldindan uzr so'raymiz. Hop, elakamiz to'g'risi qo'llari ochiq insonlar, albatta olsangiz baraka topasiz. Elaka? Hop. Mana şeyda aytilgan narxlar hammasi savdosi bormi? Bor, savdosi bor, hadi. Telefon qilsa ish bitadi. Telefon qilgan molli bo'ladi inshaalloh. Bo'ladi. Buni maqsad sotish, bu reklama emas. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, quyidagi nomerlarni qoldiramiz. Elakamga bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar. Hammaning umriga, rizqiga Alloh barakasini bersin.